Saqchilar saqchi formasi kiyib mening kimligimni tekshirsa, uning saqchi kiniskisini ko'rib beqishni talab qilsam bo'lamdi? Javobi bo'ladi. Birinchi, uning ustiga o'choqim ikki xil usul bilan saqchilik salohiyatini ifodalasa bo'ladi. Biri kimi, saqchi formasi bo'lish, yana biri saqchi kiniskisini ko'rsatish. Qonunda saqchilar tekshirish, so'roq qilish qatorliq qonun ijro qilish davomida agar guvohnomani ko'rishni talab qilsa, saqchi cho'qim ko'rsatishi kerak deb belgilangan. Ikkinchi, u kiniskisini ko'rsatgandan keyin siz dalillashni talab qilsangiz bo'lamdi? Javobi bo'lmaydi. U faqat kiniskisini chiqarib ko'rsatsa bo'ladi. Cheg'i ministerligining aniq talabida saqchilar qonun ijro qilganda kiniskisini qarshi tarafga topshirib bermasligi kerak. Bu kiniskining yirtilishi yoki yerga tashlab etilishining oldini olish, qonunning izzat hurmati va kaskinligiga ziyon yetib qolishining oldini olish uchundir. Uchinchi, agar siz uni yolg'on saqchi deb gumonlansangiz qanday qilasiz? 110 ga telefon qilib saqchini saqchiga dalalatsangiz bo'ladi. To'rtinchi, bu jarayonda yonfunda butun jarayonni singa olg'ili bo'lamdi? Bo'ladi. Cheg'i ministerligi yig'in ochganda saqchilardan kamera ostida qonun ijro qilishga odatlanishni talab qilgan. Qonun ijro qilishga moslashish har bir fuqaroning majburiyati. Agar qonun ijro qilishdan rozi bo'lmasangiz, qonun ijro qilish oxirlashgandan keyin mamlakat bo'yicha xalq saqchilarining qonun intizomiga xiloflik qilish qilmishlarini pash qilish telefoni, ya'ni 12389 ga telefon qilib pash qilsangiz, huquq manfaatingizni qo'g'dasangiz bo'ladi. 抖音